Agar siz boshqa lokatsiyada turadigan bo'lsangiz ham, mana shu uchastkaga точный qiziqib qolasiz akam. Umumiy 8 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan, mana shu korobka holatdagi 90% pishgan g'ishtdan bo'lgan, полностью sifat bilan qurilgan uchastkani arzon narxda ko'rsatamiz. Ko'chalarni qaranglar. Keng, fayzli, tinch mahalla, ko'chalar asfalt bo'lgan, mahallada gaz, svet, suv, umuman muammosi bo'lgan joylardan 8 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan. Ko'cha talon fasadini o'zi naq 20 metr ichkariga to'g'ri to'rtburch shaklda 40 metr kiryapmiz. Bugungi videomiz ozgina cho'ziladi. Ko'ringlar. Narxi $72,000 kelishadigan joylar bor. Kiruverish darvozaxona shunaqa naves ostida joylashgan bo'pti. Uchastkamiz dodda qilib qurilgan. Okalar, qaranglar, mana bu navesni balandligini vahshiy gap bo'lishi mumkin emas. Hovlisini qaranglar. Keng katta hovlisi, o'ng tarafda va chap tarafda asosiy binolar joylashgan bo'pti. Binoni ko'ryapsizlarmi? Qurilganini sifat bilan qurilgan. Kiraverish chap tarafdagi binosini o'zida binoni ko'rsatib beradigan bo'lsam, mana kiraverish bu yoqda kichkinagina xona joylashgan bo'pti. Bu yoqni o'zida bitta umumiy sanuzolni ko'rishimiz mumkin. Navbatdagi xonamiz ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxona va bitta alohida yotoqxona yoki zal mehmonxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bugungi videomiz ozgina cho'ziladi. Lekin borku $72,000 ga bunaqa uyni umuman topolmaysizlar akalar. Kiraverish o'ng tarafdagi asosiy binoni ko'radigan bo'lsak, binoni o'zida bu yoqda bitta katta zal mehmonxona joylashgan bo'pti. Xullas, akalar, bu yoq tomoni kiraverish chap tarafdagi binosi полностью teplый pol bo'lgan. O'ng tarafdagi bino radiator asosida istaladi. Kiraverish shunaqa kichkinagina hol, radiatorlargacha qo'yishgan pollar bo'lgan, patologlari bo'lgan. Chap tarafda bitta katta zal mehmonxona. Uning yonginasida detskiy xonani ko'rishimiz ham mumkin. Va bu yoqni o'zida keng katta holni o'ziga oilaviy dam olish xonasi qilib qo'ysanglar bo'ladi. Qaranglar, akalar, umumiy sanuzol va ikkita ketma-ket ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonalarni ko'rishimiz ham mumkin. Keyingi yotoqxona ham joylashgan. Har bitta xonani o'zini ko'chaga qaragan oynalar bor. Elektrika ishlari tayyor holatda, akalar. Kelasizlar, dedinglarga mos bo'lgan remontni qilasizlar, yashaysizlar. Chinoz markazida joylashgan bo'pti. Chinoz bozoriga taxminan 1-1,5 kilometr masofa joylashgan. 8 sotixli naqd 8 ta xona plus oshxonasi bo'lgan uchastka $72,000 ga berib yuboryapti. Akalar, pastdagilar nomerini qoldiramiz. Ulgurib qoldi degan variantda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, arzon uchastkalarni Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'ylab qo'yib boramiz. Salomat bo'linglar.